Qanday buyuk bo'lishgan? Saad Saud al-Kariboniy. Arab adabiyoti. Yoshlar, bu kitob sizlar uchun. Uni barcha sevimli insonlarimga bag'ishlayman. Tarjimon Abrorjon Nizomiddin. Qo'lingizdagi ushbu kitobda maqsad va unga erishishda bizdan eng muhimi matonat, ishtiyoq va qat'iyat, optimizm, nekbinlik talab qilinishi ilmiy asoslar bilan batafsil tarzda tushuntiriladi. Bundan tashqari, muallif buyuk insonlar hayoti, mashaqqatlarni qanday yengishgani, bu muvaffaqiyatlari ortida katta mehnat yotganini hayotiy parchalar misolida mohirona ko'rsatib bergan. Asarning asosiy mazmuni hayotda aniq maqsad qo'yib, maqsadlariga qat'iyat va matonat bilan erishgan buyuklar hayoti haqidadir. Menga o'z mehribonligi ila g'amxo'rlik ko'rsatib, tarbiya qilgan suyukli va buyuk volidamga, mazkur kitobni yozish fikri ila meni ilhomlantirgan, bizni jo'shqin ilmi va xulqidan bahramand qilib kelayotgan ruhiy tarbiya ilmida ustozimiz doktor Ibrohim Muhammad al-Xulayfiyga, menga hamisha g'amxo'r, Alloh menga bergan ne'matlar ichida eng qadrlisi, sohilsiz dengiz kabi ilm sohibi bo'lgan akam, doktor Marzuq Yusuf al-G'oniyimga bag'ishlayman. Allohim, bizni yaratganing, rizq berganing, hidoyatga boshlaganing, zalolatdan qutqarib, uning yomonliklaridan xalos etganing uchun, bizga Qur'onni nozil qilganing, ahli oila, mol-u davlat, sog'lik salomatlik ato etganing uchun senga hamd bo'lsin. Dushmanlarimizni yakson qilding, rizqimizni keng qilding, xavfsizligimizni ta'minlading, firqalanib ketganlarimizni jamlading, sog'lik salomatligimizni go'zal qilding. Sendan nimani so'rasak, barchasini ato etding. Shularning barchasi uchun senga hamd bo'lsin. Rozi bo'lguningcha va rozi bo'lganingda ham senga hamd bo'lsin. Sayyidimiz Muhammad Mustafoga, u zotning ahli oilalari va sahobalariga go'zal va mukammal salovat va salomlar bo'lsin. Bu kitobimda ba'zi buyuk insonlarning hayotlari haqidagi hikoyalarni jamladim. Mazkur hikoya va qissalarni bir-biriga bog'liqligi hamda ketma-ketligini e'tiborga olib tartibladim, toki o'quvchiga qiziqarli hamda o'qish uchun oson bo'lsin. Tarix zarvaraqlarida bu kabi ham o'zlari, ham xalqlari uchun o'chmas iz va manfaatli namuna qoldirgan buyuk insonlar ko'plab topiladi. Men keltirilgan hikoyalarning o'zim maqsad qilgan va ko'zlagan tomonini, ya'ni buyuklikka erishish yo'llarinigina sharhladim. Aks holda, bu insonlar shunday fazilatlar va xislatlarga egaki, sahifalar ularni ochib berishga kamlik qilar va kitobimga sig'mas edi. Mazkur muqaddimani yozar ekanman, insonlarning eng yaxshisi, odam bolalarining sayyidi, yer yuzidagi eng buyuk, eng sharafli inson bu nabiyimiz, sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ekanliklariga hech qanday shubha qilmayman. Lekin biror kishi, bu inson Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar, u zotga Allohning o'zi g'amxo'rlik qilib, har bir qadami buyuk zotning himoyasida bo'lgan-ku, biz u zotning maqomiga qanday erishamiz demasligi vajidan keltirilgan hikoyalarimda hech qanday mol-u davlatga, payg'ambarlik va rasullik rutbasiga ham ega bo'lmagan qahramonlar zikri keltiriladi. Men bu kitobni o'z qo'llari bilan tarix yarata oladigan, o'z himmatlarini vatanlariga baxshida etadigan yoshlar uchun yozdim. Agar siz shunday yoshlardan biri bo'lsangiz, bu kitobim aynan siz uchun. Men bu yerdagi qissalarni sodda iboralar va ketma-ket voqea hodisalar zanjiridan tuzdim. Shoyatki, bular sizga samimiy suhbatdosh, huzur, halovat va foyda bersa. Agar siz tarbiyachi, ota-ona yoki ustoz muallim bo'lsangiz ham, bu kitob aynan siz uchun. Siz tarbiya qilayotgan farzandlaringiz himmatini uyg'otish maqsadida bu yerdagi qissalar hamda ibratli hikoyalar sizga madadkor bo'ladi degan umiddaman. Yoshlar, bu kitob sizlar uchun.
Uni barcha sevimli insonlarimga bag'ishlayman.